Rahmat domla. Ba'zi toifalar dinni noto'g'ri talqin qilib, asossiz fatvolar tarqatmoqda. Dinini yaxshi bilmagan inson bu o'rinda, ya'ni asossiz fatvo tarqatayotganlarni qanday qilib ajratib olish mumkin dinini yaxshi bilmagan odam? Noto'g'ri fatvolarni ajratish uchun oddiy odamlar ham bilishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar bor, holatlar borki, birinchidan u shu biz an'anaviy davom etib kelayotgan dinimizni hukmlariga, holatlariga zid bo'ladi. Ijmoga zid bo'ladi deydi, ya'ni biz hozirgacha shu qilib kelayotgan amallarimizga zid bo'ladi. Shuncha yilda yo'q edi, yangi chiqqan narsa. Go'yoki yangi chiqqandek ko'rinadi, haqiqatan ham oldin hech kim bilmagan, eshitmagan. Bu bir tomoni, ya'ni u ijmo, o'sha musulmonlarning ijmosiga zid fatvo chiqqandan keyin tabiiyki u ajralib qoladi. G'ayritabiiy ko'rinadi odamlar ko'ziga, chunki ming yillardan beri amal qilib kelayotgan mazhabi, namozi, ro'zasi, diniga zid narsalar ko'rinadi ko'ziga. Shu birinchi alomati shu bo'ladi, ya'ni ijmoga zidligi. Ikkinchisi, uni manbasiga qarab ham ajratib olish mumkin. Oddiy odam ham buni kim aytayapti, kim chiqaryapti? Rasmiy manbami bu? Rasmiy mana O'zbekiston musulmonlari idorasidan chiqdimi yo boshqa joydan chiqdimi? Buni kim chiqardi? O'sha chiqargan odamini bilsa, keyin uni bilish mumkin. Misol uchun mana mazhabsizlikda ta'rif qilayotgan odamlar tomonidan chiqarilgan bo'lsa, demak bu o'shalarga o'ziga xos bo'ladi ularning fatvosi. O'sha mazhabsizlikka ta'rif qiluvchi bo'ladi deb buni ham bilib olish mumkin. Undan tashqari mana shunday holatlarda ulamolarga murojaat qilish kerak xalqimiz. Imom domlalarga, mana rasmiy masjidlarda xizmat qilib turgan imom domlalar, ulamolarga murojaat qilinsa, bu manbasi ham, boshqasi ham aniq bo'ladi. O'sha domlalar, ulamolar ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Yana bir imkoniyat biz uchun o'sha o'zimizni diniy idoramiz, O'zbekiston musulmonlari idorasi va o'sha fatvo markazidan chiqqan fatvolar bilan solishtirib ham ko'rishimiz mumkin. Qani, shu fatvolarga mos kelyaptimi, to'g'ri kelmayaptimi yoki. Shundan ham bilish mumkin. O'sha fatvolarni ajratish. Chunki ba'zi payti shunday fatvolar tarqab qoladi jamiyatda, uni kim aytganini ham bilib bo'lmay qoladi. Manbasi aniqlab bo'lmay qolganda, o'sha o'zimizni fatvolarga solishtirib ko'rish kerak. Kitob shaklida chiqqani bor, internetda turibdi savol-javoblar, o'shalar bilan solishtirib ko'rilsa, bu har mavsumlarda chiqib turadi. Ramazon oylarida, boshqa o'zil mavsumlarida o'sha ilmoqli savollar tashlab javob beradiganlar bo'ladi. Odamlar amal qilib yurganda g'ir teskarisini fatvo qilib chiqarishadi. O'shanda odamlar o'rtasida savol ko'payib ketadi. Bizga ham savollar kelaveradi. Shunday qilib aniqlash ham mumkin. O'zi bilmagan bir fatvo paydo bo'lsa, jamiyatda yozmami, og'zakimi, shuni mana bemalol O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazini fatvolari bor. Yozma, elektron, internetda bor, Telegram kanalida savol-javoblar, o'shalar bilan solishtirib ko'rsa ham buni aniqlash mumkin. Eng osoni shu o'zi hozir.